Shahrisabzda 600 yillik tarixga ega bo'lgan ulug' obida Ko'k gumbaz. Uning balandligi 46 metr, diametri 24 metr. 15-asrda bunyod etilgan bu inshoot Amir Temur davlatining qudratini ifodalaydi. Ko'k gumbaz 1435-yilda Temuriylar sulolasining ulug' vakili Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan va Shahrisabzdagi eng asosiy jome masjidi bo'lgan. Gumbazning ko'k rangli sirlangan koshillari undan 15 kilometr masofadan ham ko'rinib turgan. Bu Amir Temur poytaxtining ulug'vorligi edi. Gumbazning qurilishida 40 xil turdagi g'isht ishlatilgan. Uning ajoyib akustikasi tufayli imomning ovozi butun binoda yangrab turgan. Bugungi kunda UNESCOning butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bu yodgorlik har yili minglab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Agar siz ham buyuk bobolarimizning merosini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Shahrisabzga kelganingizda Ko'k gumbazni birinchi o'ringa qo'ying.